Xonalik uyimizga yakunlab oldik. Remont ishlarini. Kirib obzor qilolmayman. Pollarni laklaganmiz, kraskalaganmiz. Pastga e'tibor bermaysizlar. Endi ubulkaga tushamiz. Xudo xolasa bu xonamizni bitirib oldik. Bu xonamiz poli bo'lmadi, sababi o'zi yaxshi, holat yaxshi edi. Bo'ylari shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Uy egalari o'zlari tanlashdi. Xudo xolasa uy egalariga ma'qul. Patronlarimiz dekorplas bo'lgan. O'rtaga shunaqa qandil ilindi. Buni ham uy egalari o'zlari tanlashdi. Ikkala xonaning bo'ylari bir xil bo'lgan, faqat rangida, ichki rangida ozgina farq bor. Pol kraska bo'lganiga kirib ko'rsata olmadim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Izohlarda telefon raqamini qoldirib ketamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.